alaykum assalom. Opajonim yaxshimisiz, zo'rmisiz? Rahmat, xudoga shukr. Opajon yaxshi. Rahmat. Allohga shukr, rahmat. 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 Bugun sizga quyosh charaqlab kuladigan kunda, yulduzlar yaltirab qaraydigan kun. Buguni bilan yig'lab yotibsizlar odamni. Bu sevinch ko'z yoshlarida albatta. Bilam shunday bo'lsin har doim. Ilohim. Faqat sevinch ko'z yoshlari chiqsa ilohim. Ilohim. Opajon, kimni nomidan tabriklayapmiz? Endi navbat kimga? Kim deb o'ylaysiz? Bilmas. Janlarimmi? Yana. Qadrdonlarim ko'p, shogirdlarim ko'p. Bilmasam, singillarim ko'p. Sizga yordam beraman. Uzoq yillar siz bilan birga faoliyat yuritgan, sizni eng yaqin inson sifatida ko'rgan, mehriboningiz, juda ko'p birga yurgansizlar. Sirdoshingiz. Dugonalarim, ilm maktabda birga ishlagan o'qituvchilardan, singillarimdan. Kim? Ko'pda hammasi yaxshi ko'raman, ular hammasi yaxshi. Sojida opam nomlaridan tabriklab turibman. Kimda? Sojida opam. Dugonjim mani, asalim o'zimmi? Nigor opamdan ham oldin telefon qilgandilar. Men dedilar, judayam e'tiborli, dugonam молодец, umringiz uzoq bo'lsin. ilohim. Yashasin. To'lqinlanib gapirib berdilar-da menga Zamir opa, to'lqinlanib aytayaptilar-ki, shunaqangi so'zlarim bor. Men yozaman, siz ayting deyaptilar. O'zingiz aytsangiz bo'lmaymi, opajon desam, "Yo'q, siz boshqacha aytasiz-da" dedilar. "Xo'p, xo'p" dedim. Qabul qilasizmi, o'qib eshittiraman Zamir opajon. Mayli, jon dilim bilan qabul qilaman. Ular meni jon yuraklarim-ku, dugonalarim-ku, ular bir umrli bizning qadrdonlarimiz ular. Albatta. Boshqacha ular hammasi. Aytayaptilar Sojida opam, hayot yo'limga bir farishta bo'ldi. U bilan birga ishladik, birga kuldik, bir-birimizga suyandik. Bugun esa o'sha farishta dugonamning tavallud ayyomi. Azizim, do'stim, ishonchim, mehrim, seni bugun tug'ilgan kuning bilan chin yuragimdan tabriklayman deyaptilar. Birga o'tkazgan har bir kunimiz biz uchun esdalik. Har bir suhbat biz uchun taskin. Har bir kulgan kayfiyatimni ko'taradigan kuch bergan. Juda ham yaxshi ko'raman. Ba'zida salda g'amiga botsam, qayg'uga botsam, birinchi o'rinda maslahatgo'yim o'zing eding. Juda ham yaxshi ko'raman. Allohim taqdirimga uchratgani uchun sizday do'stni juda ham yaxshi ko'raman. Yuragimni to'ri bilan, qalbimni qo'ri bilan deyaptilar. Siz aytgansiz, bir gapingiz doim dalda bo'lgan ekan, yonlarda turib aytar ekansizki, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ishonch bergan ekansiz, kuch bergan ekansiz, motivatsiya bergan ekansiz. Har bir so'zingizdan ilhom olar ekanlar. Men maktabdan chiqib ketgunimcha deydilar, qandaydir sal so'ngan holatda bo'lsam, sal energiyam yetishmasa, dugonamdan kuch olardim, energiya olardim. Boriga ming bor shukr. Yaxshi ko'raman yuragim bilan, o'zgacha inson. Aytayaptilar, dugonam dunyoda takrorlanmas inson. Allohim shunaqa yaxshi inson. Topilmaydi unaqasi. Shunday. Aytayaptilar, she'riy ta'riflari ham bor ekan. Buni ham sizga o'qib eshittirsam. Rahmat. Ey mening sirdoshim, qadrdonginam. Dildoshim, darddoshim, mehribonginam. Aytolmayman ba'zan dilimda borim. Joning omon bo'lsin, dugona jonim. Sendayin qalbimni tushunmas hech kim. Bemor bo'lib qolsam, kuyunmas hech kim. Sen mening yashnagan gulim bahorim. Joning omon bo'lsin, dugona jonim deb mana shu she'riy ta'rifni ham sizga yo'llab qoldilar. Rahmat dugona jonim, tan joningiz omon bo'lsin dugona jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Birgalikda qarib, ana shunaqa tug'ilib
kunlarni nechasi kun yuraylik birgalikda ilohim. Ilohim. Kelinglar hammalari. Ilohim. Hamma kelinglar. Opajonim, siz bizga ham dars bergansizda, o'zgacha insonsizda. Siz bu dunyoda chiroyli baxtlarga loyiq insonsiz. Ilohim, inshaalloh. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu kulgular sizni hech qachon tark etmasin. Ilohim, rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar. Ishlaringiz omadini bersin. Kelinglar. Bir she'rga ekansilar. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, katta hammaga rahmat. Rahmat. Charchamang. Rahmat. Katta.